Birinchi masala. Teng bo'limli bir jinsli plastinadan A va B qismlari kesib olib tashlanadi. Shunga ko'ra, plastinaning og'irlik markazi necha birlikka siljiydi? Xo'p. Dastlabki og'irlik markazi shu yerda. Ikkita A bilan Bni massa markazlarini belgiladim. Ikkalasini yaxli jism qilib qaraymizda. Og'irlik markazini ikkovini o'rtasiga olamiz. O'chirdik og'irlik markazi. Hop. Shu ikkita M massa bo'ladi. A bilan B kesib tashlanganda og'irlik markazi mana shu yerga suriladi. Qolgan nechta qoladi? Tamom. 4 birlik. Tamom. 3, 6 ta ekan. Общий M umumiysi 24 ta M bo'lsa, ikkita kursok kesib olinsa, qolgani M2 22 ta M. Hop. Hamda M1 bo'ldi. Bo'ldi, kuch yelkalarini yozib olsam, bu yergacha L1. Hop. 1 birlik deyapti. Har bitta kataydi. Bu yergacha 1, 2, 3. 2,5. 2,5 bo'lsa, bu yergacha X deyman. Shu X'ni topish kerak. Tiklamasini tuzsak, momentlasak, ikkita M ko'paytirilgan 2,5 teng bo'ladi. Hop. 22 ta M ko'paytirilgan X ga. M'lar qisqarib ketsa, 2 ketadi. 11 qoldi. Shu yerdan X topsak, 2,5 taqsim 11 bo'ladi. Surat bilan mahrajda 2 ga ko'paytirib yuborsam, 5 taqsim 22 bo'lar ekan. A javobda.